Assalomu alaykum. Tez tibbigacha aka ketib olay. Bo'ldi aka, o'tiravering. Hozir mencha. Mana yo'l berdim-ku, mencha yomon qaraydi-ku. Ha, uka, yangi chiqqanmisiz? Ha, aka, bir hafta bo'ldi boshlaganimga. Ha, unda uka asabni saqlang. Men ham 15 yil kira qilib, oxiri mana shu tuzalmas kasallikni olib turib oldim. Nima ular deyapsiz? Hozirgi ayrim shopirlar taksilar umuman mensimay qo'yishdi. Sizni aybingiz taksi qilib turganingiz uka. To'g'ri aka. O'zi yaqinda chiqdim-u, omma bilinyapti. Agar shu sohada oila boqmoqchi bo'lsangiz, ko'p narsaga ko'z yumib, o'zingiz so'rab yuraverasiz uka. Chap tomon bilan yuravering. Bo'ldi aka. Yo, o'ng tomon bilan yurib yaqinroq. Ay, o'ngam. Ha, bo'ldi aka. Nima qilyapsan? Nima qilyapman aka? Bilmayapsan nima qilganingni. Chapga povorot yoqdi, o'ngga burilyapsan. Kalla ishladimi? O'zi bitta tog'arada yursin. To'g'ri yur yo'lingda. Uzr uka, uzr, menda bo'ldi ayb. Chapga yur deb o'ngga yur devardim, uzr uka. Qoch, qoch!